Ismim Muhammad Farhadxon Ne'mato'g'li, Nano Pharmaceutical mas'uliyat cheklangan jamiyati direktor vazifasida ish olib boraman. 2024-yildan beri korxonada ishlayman. Bizning korxonamizda hozirgi kunda 25 xil mahsulot ishlab chiqaryapti. Bulardan dimidrol, magniy sulfat bugungi kunda qadoqlash jarayonida. O'zbekistonda ishlab chiqarish jarayonida korxonada 120 tadan ortiq ish o'rni yaratildi. Import bo'ladigan dori mahsulotlarini mahalliylashtirish foizlari o'sdi. Bugungi kunda mahalliylashtirish darajasi 50% ga borib qoldi. Korxonamiz 2026-yil yanvar oyida ishga tushgani munosabati bilan bu yilgi rejalarimiz faqat ichki bozor. 2027-yildan qo'shni respublikalar bilan Tojikiston, Afg'onistonlar bilan eksport shartnomalari jarayonida ketyapti. 2027-yildan eksportga chiqaramiz. Korxonamizda hozirgi kunda birinchi loyihamiz ishga tushgan, shish ampulalar, ikkinchi loyihamiz ish jarayonida. Bu ikkinchi loyihamizda yana qo'shimcha 80 ta ish o'rni bilan yaratamiz. Tabletka, maz, galen, shu turdagi mahsulotlarni 4 ta sex qilamiz ikkinchi etapida. O'zbekiston Respublikasidagi barcha aholini Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Hammaning ishiga omadlar, zafarlar tilaymiz.